Mana shu 3 ta tamoyil sizni boy va muvaffaqiyatli qiladi. Birinchisi bu istakning bo'lishi. Ya'ni xohish. Nimani xohlayapsiz? Aniq bilib oling. Nima, qanaqa ko'rinishga ega va hokazo. Undan so'ng tizim qiling. Agar tizim bo'lmasa, siz kayfiyati qurboniga aylanib qolasiz va hech qachon xohishingizga erisha olmaysiz. Ikkinchisi bu bahona qilmaslik. Ya'ni havo yomon, mazam bo'lmayapti va hokazolar. Agar sizda shunday bahonalar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bilingki, sizning xohishingiz unchalik muhim emas ekan siz uchun. Uchinchisi barqarorlik. Ya'ni bir kunda ko'p ish qilib bir hafta dam olish emas, balkim har kuni ozgina xohishingizga eltadigan qadamchalar tashlashingiz shart. Shundagina o'z xohishlaringizga juda ham tezlik bilan erishasiz va xohlagan raqamlarga chiqib ola olasiz. Agar shu 3 ta tamoyilni uzluksiz bajarsangiz, siz muvaffaqiyatga oson va tez erishasiz.